Barchamizga ma'lumki, anomal sovuq davrida tumanimizning G'aznov mahallasida joylashgan 21-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi isitish tizimi yaroqsiz holga kelib qolib, ushbu muammoni bartaraf etish maqsadida mazkur ta'lim dargohida tuman hokimi tashabbusi bilan hashar tashkil etilib, bir hafta davomida maktabdagi isitish tizimi yangi va zamonaviy uskunalar bilan almashtirildi. Shuningdek, maktab o'quv binosining asosan 2-qavatida ta'mirlash ishlari olib borildi. Bugun tuman hokimi mazkur ta'lim muassasasida bo'lib, maktab pedagogik jamoasi bilan uchrashdi. Yangilangan isitish tizimi ko'zdan kechirildi va uning ishlashi o'rganildi. Yangi ta'mirlangan sinfxonalarda maktab talabalari bilan suhbat tashkil etilib, maktab o'quvchilarining bilim darajasi imtihondan o'tkazildi. Aytish lozimki, berilgan e'tibordan barcha maktab jamoasi va asosan o'quvchilar mamnun va minnatdor. Bizning isitish tizimi, sinfxonalarning isitish tizimi talab darajasida emas edi. Mana animal sovuqning ta'sirida sinfxonalar sovuqligi aniqlandi va tuman hokimimiz tashrif buyurdilar va buni ko'zdan kechirib bizga o'sha isitish tizimini umuman yangi zamonaviy jihozlar bilan almashtirish kerakligini aytib o'tdilar va qisqa muddat ichida 6 kun davomida o'zlari shetda bo'lib, tuman xalq mudiri bilan birgalikda isitish tizimini yangi zamonaviy batareyalarda olib kelib, sinfxonalarni boshqatdan remont qildirib, chiroyli sinfxonalarga aylantirishdi. Isitish tizimimiz juda ham issiq, sinfxonalar issiq, o'quvchilar mazza qilib o'qiyapti. Ta'til kunlaridan qaytgandan keyin, qishki ta'tildan qaytgandan keyin o'quvchilar umuman boshqacha kayfiyatda, chunki sinflar issiq va chiroyli jihozlar bilan bezalgan. Elektron doskalar, yangi zamonaviy stol-stullar. Bundan biz minnatdormiz. Men o'zim nomimdan, maktab ma'muriyati nomidan, qolaversa o'quvchilar nomidan, ota-onalar nomidan o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Maktab sinfxonalarining aksariyati ta'mirdan chiqarilib, isitish tizimidan tashqari sinfxonalarning jihoziga ham katta e'tibor qaratildi. Kabinetlarning pol qismi yangilanib, yangi linoleumlar yotqizildi. Barcha sinfxonalar va koridor zamonaviy va milliy ruhda jihozlandi. Maktab pedagogik jamoasi bilan bo'lib o'tgan suhbat chog'ida davlatimiz rahbari tomonidan ta'lim sohasiga berilayotgan e'tibor haqida gapirildi. Eslatib o'tamiz, mazkur maktab 2023-yilgi ta'mirlash dasturiga kiritilgan va mazkur maktab uchun qo'shimcha bino qurish masalasi ham yuqori tashkilotlarga yetkazilgan.